Assalomu alaykum. Men Termiz davlat pedagogika instituti pedagogika va san'at fakulteti pedagogika kafedrasi o'qituvchisi Omonturbek va Mahliyo. Bugungi dars mashg'ulotimiz mavzusi tarbiya jarayoni, mazmun va mohiyati. Va bu mashg'ulotni quyidagi rejalar asosida amalga oshiramiz. Birinchisi, tarbiya jarayoni tushunchasi, maqsadi va umumiy vazifalari. Ikkinchisi, tarbiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlari. Hamda uchinchisi, tarbiya jarayonining qonuniyatlari va tamoyillari. Demak, dars mashg'ulotimizni quyidagi adabiyotlardan foydalandik. Birinchisi, Bekzod Xalchayevni Pedagogika nazariyasi va amaliyoti 2017. Keyingisi, Ruziyeva hamda Tolipovlarning pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat 2019 hamda shu bilan birgalikda Muslimov, Ruziyeva hamda Usmonboyevalarning pedagogika, ya'ni oliy ta'lim muassasalari uchun darslik hamda Hashimov, Nishonovalarning esa pedagogika tarixi kitobidan oldik. Bugungi mashg'ulotimiz dast avvalida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Kamolot yoshlar faqat kengashini o'sha sammitida so'zlagan nutqi bilan boshlayman. Tarbiya qancha mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi deb iddaolashmoqda. Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Tarbiya tushunchasiga keladigan bo'lsak, tarbiya pedagogikaning asosiy tushunchalaridan biri sanaladi. Jamiyat va pedagogikaning tarixiy rivoji davomida mazkur kategoriyani tushuntirishga, demak, turlicha yondashuvlar yuzaga keldi. Eng avvalo quyidagi keng va tor ma'nodagi tarbiya farqlanadi. Keng ma'nodagi tarbiya shaxsga jamiyatning ta'sir etishi, ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi va mazkur holatda tarbiya ijtimoiylashtirish bilan uyg'unlashadi. Ikkinchisi, tor ma'nodagi tarbiya deganda pedagogik jarayon sharoitida ta'lim maqsadini amalga oshirish uchun pedagog va tarbiyalanuvchilarning maxsus tashkil etilgan faoliyat tushuniladi va bu faoliyat, demak, pedagoglarning tarbiyaviy faoliyati tarbiyaviy ish deb atalar ekan. Xo'p, endi tarbiya so'ziga agar biz ta'rif beradigan bo'lsak, tarbiya bu, demak, muayyan, aniq bir maqsad hamda ijtimoiy, tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o'stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni ekan. Tarbiya mazmuni deganda esa, tarbiya mazmuni qo'yilgan maqsad va vazifalar bilan bog'liqlikda ta'lim oluvchilarning egallashi lozim bo'lgan bilim, malaka, e'tiqod, shaxs sifati hamda xarakteri, xulq-atvor tizimi tushunilar ekan. Tarbiyaning maqsadiga keladigan bo'lsak, tarbiyaning maqsadi bu har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish hisoblanadi. Tarbiyani, demak, umumiy vazifalarni sanaydigan bo'lsak, birinchisi, jamiyat a'zolarining maqsadga yo'naltirilgan rivojlanishi hamda ularning qator ehtiyojlarini qondirish uchun shart-sharoit yaratish. Ikkinchisi, jamiyat rivoji uchun zarur bo'lgan ijtimoiy madaniyatga mos yetarli hajmdagi inson kapitalini tayyorlash. Uchinchisi, madaniyatlarni uzatib turish orqali ijtimoiy hayotning barqarorligini ta'minlash hamda to'rtinchisi esa ma'lum jins, yoshi va ijtimoiy kasbiy guruhlarning qiziqishlarini hisobga olgan holda ijtimoiy munosabatlar doirasida jamiyat a'zolarining harakatini tartib toptirish ekan. Tarbiya jarayoni o'ziga xos xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, tarbiya
tarbiya jarayoni o'qituvchi va ta'lim oluvchi, ya'ni tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o'rtasidagi tashkil etilgan hamda aniq maqsadga yo'naltirilgan hamkorlik jarayonidir. Tarbiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlariga ega va bu xususiyatlar quyidagidir. Birinchisi, ko'p qirralilik jarayon ekanligi, maqsadga yo'naltirilganligi, uzoq muddat davom etishi, uzluksizligi, yaxlitligi, variativligi, natijalarning oldindan aniqlanmasligi hamda ikki tomonlamalilik ekan. Demak, tarbiya jarayonining qonuniyatlari va tamoyillariga to'xtaladigan bo'lsak, tarbiya qonuniyatlari nima? Demak, tarbiya qonuniyatlari bu bir tomondan ijtimoiy hodisa sifatida tarbiyaning xususiyatlari, ikkinchi tomondan esa shaxsning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan barqaror aloqalar. Tarbiya jarayonining quyidagi qonuniyatlari mavjud. Birinchisi, ijtimoiy muhitning obyektiv va subyektiv omillariga bog'liq bo'lgan. Keyingisi, tarbiyaning shaxsning rivojlanishi bilan birligi va o'zaro bog'liqligi. Keyingisi, faoliyat munosabatni e'tirof etishning shaxsning ijtimoiy qimmatli fazilatlarini shakllantirishning negizi va asosiy manbai bo'lsa, keyingisi esa tarbiyalanuvchilarning o'zaro tarbiyaviy ta'siri, o'zaro munosabatlar hamda faol faoliyat o'rtasidagi bog'lanish hamda oxirgisi esa tarbiya o'z-o'zini tarbiyalashning intensivligida ekan. Keyingi tarbiya tamoyillari esa tarbiya tamoyillari bu tarbiyaviy ishning yo'nalishiga, mazmuniga, metodlar va tashkil etilishiga hamda tarbiya jarayonining ishtirokchilari orasidagi munosabatlarga qo'yiladigan asosiy talablar ifodalanadigan dastlabki qoidalardir. Tarbiya tamoyillari quyidagilar asosida boshqarilar ekan. Ya'ni bular maqsadga qaratilganligi va g'oyaviy yo'nalganligi. Ya'ni o'sha ma'lum bir maqsad hamda g'oya yo'naltiriladi. Keyingisi, tarbiyaning insonparvarlashuvi, tarbiyaning hayot va mehnat bilan bog'liqligi. Keyingisi, tarbiyaga yaxlit, ya'ni kompleks yondashuv. Keyingisi, jamoada tarbiyalash va jamoaga suyanib ish ko'rishlikda. Shaxsga, demak, talabchanlik bilan hurmatni birga qo'shib olib borishda hisoblanar ekan. Endi tarbiyaning asosiy tarkibiy qismlariga to'xtaladigan bo'lsak, ular quyidagilar, ya'ni aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya, mehnat tarbiyasi, jismoniy tarbiya, estetik tarbiya, iqtisodiy tarbiya, huquqiy tarbiya hamda atrof muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni tarbiyalovchi, ya'ni ekologik tarbiya hisoblanar ekan. Darsimiz so'ngida buyuk mutafakkirimiz Abdulla Avloniyning tarbiya haqidagi quyidagi hikmatli so'zi bilan yakunlamoqchiman. Alhosil, tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. E'tiboringiz uchun